Ko'ngil qo'ydim ma'suma bir go'zal qizga. Shaharlik emasmiz, shu sababli muhabbatimiz pinhona edi. Uni dilida men, meni dilimda u. Ulg'ayib qolganim sababli oilada tirikchilik deb atalgan mas'uliyatli vazifani his qilib turardim. Buning oqibatida Rossiyaga ishlash uchun jo'nab ketdim. Ketishimdan oldin ayriliq va sog'inch azoblari jismu jonimni qiynab turar, o'sha qiynoqlarni yengib o'tishga harakat qilardim. U tomonlar judayam sovuq, xuddi insonlari kabi. Bizni yurtlardan borganlar faqat mehnat uchun kerak ularga. Onajonimning qaynoq mehri, sevgan qizimning quvnoq kulgularini sog'inib o'tardi kunlarim. U qizning ota-onasi vafot etgan va shu tufayli amakisi uni o'z qaramog'iga olgan edi. Onam bir necha bor suvchilikka bordilar, biroq baxtga qarshi uni o'zga bir xonadonga uzatishdi. Bu xabarni eshitib avvaliga ishongim kelmadi. Biroq barchasi oydin bo'lgach, g'amlar girdobi meni o'z domiga tortib ketdi. Umidlarim so'ndi. Baxtsiz taqdirga ko'nib yurtimga qaytib keldim. Endi har tong u o'zga uy ostonasini supuradi. Ko'nikish qanchalar azob. Kunlarning birida u menga qo'ng'iroq qildi. Ko'z yoshlarga ko'milib bo'lgan, ishlardan afsus qilib yig'ladi. Amakisining istaklariga ko'ra begonaga mahram bo'lishga boshqa chorasi qolmaganini, uni sevmasligini, hamon meni deyishini ta'kidladi. Nima deyishimni bilmay qoldim. Ko'nglim uni deydi, majburiyatni unut deydi. Endi u o'zganing xasmi, hatto unga tushgan nazarim ham bo'ynimga gunoh yuklaydi. Biroq uning sevgisi gunohlardan ham kuchliroq. Tez-tez qo'ng'iroq qilib turadi. Unga qancha tushuntirishga harakat qildim. Biroq foydasiz. Eski shirin xotiralarga aldanib, zino qilib qo'yishdan qo'rqib yashayapman endi. Birozgina qo'rquv iskanjasida mazmunsiz kunlarim birin-ketin o'tib borardi. U qizning turmush o'rtog'iga rahmim kelar, chunki ayolining bunday xiyonati o'tmishidan xabar topgan qanday erkak achinarli ahvolga tushib qolishi tayin edi. Tinimsiz qo'ng'iroqlar, xiyonatga chorlovchi SMSlar hayotimni sekin-asta izidan chiqarib borardi. Bunday davom etishi mumkin emasdi. Shuning uchun jur'at topib, gunoh bo'lsa ham o'sha qiz bilan xorroq joyda uchrashishga qaror qildim. Uchrashdik. Taqdirning hukmidan azoblangan, qiynoqli hayotda kun kechirayotgan, ruhon singan bir ahvolda qarshimda namoyon bo'lib turar, qilayotgan ishimiz noto'g'ri ekanligini, sevgisi qanchalar kuchli bo'lmasin, ayollik burchi undan ham muhimroq ekanligini tushuntirishga harakat qildim. Uni boshqa sevmasligimni, meni unutishi kerakligini so'radim. Biroz qarshiliklardan so'ng qon yig'lab rozi bo'ldi. Vidolashib, anchagina yengil tortdim. Yangidan hayot qurishga, o'tmishni unutishga qaror qildim. Kunlarimga mazmun kirib, hayotim o'z o'rniga tushib borayotgan edi. Biroq oradan bir necha kun o'tar-o'tmas o'sha qiz o'z joniga qasd qilib, hayotdan ko'z yumganini eshitdim. Butunlay dovdirab qoldim. Nahotki meni deb bir ma'suma qiz hayot lug'atidan o'chib ketgan bo'lsa. Keyin bilishimcha, baxtli onlarimiz birga o'tgan anhordagi ko'prikdan o'zini tashlagan ekan. O'zimni qanchalar gunohkordek his qilayotganimni tasvirlashga tilim ojiz. Shunday bo'lishini bilganimda, yonidan bir qadam ham ketmagan bo'lardim. Baxt degan tushunchani his qilib yashashi uchun borimni fido qilardim. O'sha birovning xasmiga. U ham begunoh edi-ku. Qancha gunohkorlar sig'gan dunyoga birgina u sig'may qoldi. Endi har kuni yarim tunda o'sha anhor bo'yidagi ko'prikdan ismimni aytib bir qiz meni chaqiradi.